Diqqat! Ertaga ob-havo qanday bo'ladi? Ayrim hududlarda sovuq kuzatiladi. Assalomu alaykum tomoshabinlar. Endi sizlarga 13-mart kuni uchun O'zbekiston bo'ylab ob-havo prognozini yetkazamiz. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-2 daraja sovuq, kunduzi 11-12 darajada iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 darajada sovuq, kunduzi 7-12 darajada iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi hududlarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 1-6 darajada sovuq, kunduzi 8-13 darajada iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuqdan 2 daraja iliqgacha, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ham yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuqdan 3 daraja iliqgacha, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuqdan 2 daraja iliqgacha, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Tog' oldi va tog'li hududlarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman kuzatiladi. Harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Kanalimizni kuzatib boring. Eng so'nggi yangiliklar va ob-havo ma'lumotlarini birinchi bo'lib sizga yetkazib beramiz.